Opa, mana ketishingizga ham 3 kun qoldi. Eting qatga olib boring. Sen meni bitta zo'r premium baliq qiladigan joyga olib bor, faqat pulini o'zim to'layman. Shundoq ham pulni to'lash niyatim yo'q edi. Bo'pti opa, nima desangiz shu, ketdi. O'zbekiston bog'ida joylashgan Qanotchi baliq restorani. Opam aytganlaridek premium joy. Assalomu alaykum Hojimurod aka, Qanotchi baliq restoranimizga xush kelibsiz. Aka, bizga baliq berasiz. Hali sveji, suvda suzayotganidan. Uni mayda-mayda qilib tozalab berasiz. Tuzlaganda ham iltimos, tobida bo'lsin, qovurganda baliq yog'da suzsin. Qizarishi ham faqat maromida, yeganda dilni yayratib yuboradigan qilib bering. Baliq tayyor bo'lganda ustiga limon suvidan sepib borasiz. Keyin yog'och laganga bitta baliqni terib berasiz. O'zi ham baliq tilla deb pishibdi. Turishiga qarab to'ymaysiz. Buni mazasini ko'rsangiz, voy, ishoning, yeb to'ymaysiz. Endi bu baliq oshqozonda suzadi. Sveji sousga baliqni botirib yesangiz ham, lekin orqasidan buxankano esdan chiqmasin, sababi qiltanolani tomog'idan sipirib ketadi. Yarimta limonni ezib baliq ustidan ko'z yoshlarini tomchilating, boshqacha maza berar ekan. Qara, Hojimurod, xuddi kecha kelgandayman. Bir pasda 3 hafta ham o'tib ketibdi. O'sha 2 kundan keyin qaytib ketadigan paytim bo'pti. Gapirmang opa. Kelgan kuningiz bor, cho'mchagimda $100 pulim bor edi. Qaytib ketishingizga ham mana yastuni tagida bir necha ming dollarlar paydo bo'ldi. Qadamingiz men uchun juda bir qutlov keldi-da. Hojimurod, yana ovqatmi? O'zi baliqga to'yib ketdimi, yana shuncha ovqat. Opa, ichursiz-chi. Babi meni hisobimdan ketyaptimi? Hali borganda sog'inib o'tirasiz bunaqa ovqatlarni. Tekin bo'lgandan keyin yumshoq ketar ekan. Meni hisobimdan endi zakaz qilib yotibsan. Mastavani hazm qilib ulgurmasimdan ofitsiant orqasidan Keldiz, mana shu burgerdan bitta yemasangiz bo'lmaydi ekan. Bo'ldi endi to'yib ketdik-ku. Bundan muammo yo'q aka. Topganingiz olib keling. Xo'p bo'ladi aka. To'g'risi, qorin to'yib ketdi, lekin bu gamburgerni tashab ketish cho'lli o'rtasida eng yaqin do'stimni tashab ketish bilan baravar deb hisobladim-da, gamburgerga qarab hujumga o'tdim. Sochni, moshni, agar yemaganimda ham yomon afsuslanardim. Hammasi zo'r. Shotga yoki shotni ham berib yuborasiz. Hojimurod, zo'r joyli ekan, palov pul bo'lgandir. 300 yetsa kerak, men o'zing to'lab kela qol. Yetmasa yetkazamiz opam. O'zim hal qilaman. Ha aka, nima bo'pti bizaniki? Aka, adashmadingizmi? Menimcha kam hisoblab qo'ydingiz-ku. Biz ancha-muncha baliq yevordik ekan. Hojimurod aka, bizda hozirgi kunda baliq haftalik ketyapti. 29-dekabrdan 4-yanvargacha har bir kelgan mijozimiz 150 ming so'mdan to'lab istaganicha baliq iste'mol qilishi mumkin. Aka, unda 10 kilo, 20 kilo farqi yo'qmi? Qancha baliq yesa ham kishi boshiga 150 mingdan to'layveradimi? Farqi yo'q, xohlagancha. Aka, unda meni kartadan pulni yechib olasiz. Bo'ldi, Hojimurod aka, xush kelibsiz. Rahmat. Hojimurod, pul yetdimi ish qilib? Opa, xavotir olmang. Hammasi nazorat ostida. Faqat ozgina zdachi qaytdi, rozi bo'lasiz. Davlatim opam.